Mana shunaqa chiroyli patkulich kvartira so'ragan odam bo'lsa, shashilmay tomosha qilsa zo'r joy. 5-etaj, 7 etajkani 5-etaji novostroyka, liftli dom. Podezlari chiroyli, pokizaligini ko'ryapsizlar. Kirishimizga to'g'rida spalnigimiz 100% jihozlari to'la, konditsioner qo'yilgan, hamma yo'g'imiz bor, gilomigacha bor. 36 mingga berib olaman deyaptilar kvartirani, egalari ham teng bo'lib. Ko'ryapsizlar, вообще cho'tki kvartira, bemalol kirishlar ham mumkin. Xo'p, sanuzelimiz 100% remont bo'lgan. Oshxonamizda Do'xyontin kotyollarimiz, oshxona jihozlari qo'yilgan, hamma yo'g'i qo'yilgan ekan. Holat zo'r. Rasxod yo'q-da, bitta mashina rasxodi mana samarangizda qatirib olasiz, mana mashinani bo'ldi. Bag'i uji ketaveradi. Remontlarimiz high-tech desa high-tech bas, milliy desa milliy bas, shuni aralashib ketgan ekan. Mana yerda televizorlarimiz, bu mehmonxonamiz. Mehmonxona ham bitta oilaga bemalol yetadigan. Mana yerda balkonigacha bor ekan. Mana Samo tekstilmi uni? Samo qurilishda to'g'risida novostroyka mana panjaralar qo'yib qo'yilgan 5-etajga, sababi yosh bolalar. Mabodo aynidan tushsa ham deb hali bezopasnik qilib qo'yilgan. Ancha-munchasida o'zi yo'q shu narsa ham, bular shunisigacha qilib qo'yibdi. Razvedka ключаторlari ham yo'q joyida, 2tadan 3tadan ular zapas bilan, gazi bor. Farg'ona shahar hokimiyatining orqasida mana shunaqa novostroykada chiroyli kvartira so'ragan do'stingiz bo'lsa, jo'natsangiz 36 ga sizlarga baraka quramiz. 60 kvadrat ekan.